Bu ot hozir yoshini necha yoshlarda deyapsan? Bu 9 yosh bo'lgan. 9 yosh. Ha. Ash Qirg'iziston Baxt polvondan kelgan. Hop. Zarkenga kelgan bir 2 yoshligida kelganda biz olib kelganmiz. Toyligida, ha. Toyligida olib kelib o'zim tarbiyalab olib chiqdim. Hop. Hozir necha kilogacha yem qaytariladi? Necha kilogacha? 9 kilo edi. Yetib borgan 9 kilodan. 9 kilo edi. Endi qaytarib hozir 5 kilo qilib qo'ydik, 5 kilo deya. Arpa yeyaptimi? Arpa, Yaxshi. Juda yaxshi. Bu o'sha bo'zakka turpoqqa ham yaraveradi, hammaga yaraydi. Nimaga yerga yotimlikda bikilligi bor, soni hamma o'ziga kelgan. Shu otni kirib chiqishi yaxshi bo'lsa, kirib, ne galada, katta galada chidab bersa, o'rta siquvga tursa, o'sha ot. Eng po'sh ot o'sha bo'laveradi. Siquvga chidash kerak. U katta kishilikda bo'lmaydi otda. Yig'inga kelganda yoli, dumi, bular endi qorabayir, o'zimizni o'sha hozirgi O'rta Osiyoda ko'proq qorabayir. Hozir qorabayir degani shu ot, ha? Mana shu qorabayir zot. Buni zoti qorabayir deydi bularda. Qorabayir. O'luvlar ham qalin o'zi. O'ziga yarasha bo'ladi. Qorabayir bular. Ash orqaga ishlatyapmiz, yaxshi. O'sha ko'tarib bergani boshqaga yaraveradi. Yetalab chiqqani boshqa olib kelib, yetalab olib kirgani yaraveradi. U bo'lguncha mana u, olib aytsang. Bu Qirg'izistondan keldi. Nuqatdan kelgan. Nuqatnikimi? Nuqatniki. Buni Qo'qonlik bola olib kelgan. Bu necha yashar bu? Bu 8 yoshda berdi. 8-9 shunaqa. 8-9 bo'lsa, bizni amakimiz ot vozida 15 kelsa yaxshi minaveradi. Ag'agina yem minadi. Yem chopadi deganda, o'sha endi hozir yana 8 yashar, 9 yashar bo'lsa 6 yil yaxshi minsa bo'laverar ekan. Shuni. Bu ham galaga borishlari ham, chiqishlari ham taga desa qochadi. Yaxshi, uzunligi hamma yo'q o'ziga mos ekan bu. Juda zo'r. Shular parvarish qilib yuribmiz har kim. Mana buchi buni u. Bu otimiz ham bu endi. Ko'pchilik taniydi o'zi buni. Bu endi katta eskasiga aytganda biz ilgari to'rpoq derdida, qirg'izlar to'rpoq deydi, bizda bo'zak deydi. Bular o'sha to'rpoqni otida bular. Har qanaqa katta galaga yaraydi, chidaydi. Boshqasi hamma yo'q o'ziga kelishimlik. Kallasini qoq kallaligi, quloqlari hammasi o'ziga mos kelgan. Vesiga qaraganda tez oyoq qo'li, nihoyatda ildam. Juda mos. Yuguraqligi ham tutuydi. Ha, u ot chiqsa ancha ot yetmaydi bularga. Mana shu otlarda bitta narsani sinash kerak. Mana o'sha otni qovog'ining chuqurligi bormi? Lekin o'sha yoshi o'tgan ayg'irni qo'ysa, yoshi o'tgan ayg'irga qo'ysa, ashnaqa bo'la beradi. Ko'zlar. Qovog'i chuqur qovoq bo'ladi. Shuni hisobini qilib qo'yish kerak-da. O'shaning uchun yilqichilar 5 yasharda qo'yadi. 3 yasharlik to'xtataveradi biyani. 4 yasharligi voyaga yetaveradi. 4 yasharligi suyuq bo'ladigan. Buni kim aytadi desam, Bo'zda mana o'sha Ergashaka degan yilqichi bor, o'sha Anvar polvonning qo'shnisi edi. Anvar Ullahson. O'shani qo'shnisi edi. Uni o'g'illarini bilamiz. O'sha hozir hayalni ko'tarib qo'lini otib, o'sha odam yilqi baqardi. 100 ta yilqisi bor edi. O'sha bilan gaplashganda aytganda endi o'shanaqa. O'sha qoshi chuqurga uloqqa ko'p chopgan otni yilqiga biyaga qo'ymas ekan. Pisht kuyib qolar ekan. Pisht kuyib qolar. O'shaning uchun biz dedi 5 yasharlik toyni yetiltirib shuni qo'yamiz. Dedi o'sha yoshligidan ko'rib uni zardasini, yurishini, hamma yo'g'ini ko'rib turing, yilqiga qo'yadi. Bu ham yaxshi mana juda. Bu katta o'sha katta uloqda oti bu. Yaraydigan bemalol biz eskasiga aytganda oblast viloyatda ulog'i bo'lsa shunga yaraveradi. Bu katta otga bemalol yig'inga yaqin yaraveradi. Juda zo'r joyida, yaxshi. Mos. Endi buni boqish ham bir muammosi, o'tish ham. Uni rizqini Xudo beradi. Uni hech tashishini qilmaydi. Biz ham ot minib yurganmiz. U Xudo rizq qayerdandir kelaveradi. Hech ham tashishini yo'qmas. Ot bor yerga Xudo rizq qayerdan bo'lsa yetkazadi. Keladi, rizqini Xudo beradi. Sovutish ham bir anaqada, o'ziga yarasha sovutishda ish bor. Endi sovutishda shunaqangi mana hozir sizlarda bu sovutishlarning sovutish bo'lmaydi. Mana turaveradi-yu sovutish. Ilgari bizni ota bo'lmayotgan mana buni yo'g'on ko'madi. Bunda qodani, mana ko'mganda mana manetdan o'yadi. Mana etdan. O'yib, arqan faqat tushmaydigan qiladi, aylanadigan qiladi. Ot turishda aylanib turadi. Ana baqa ham aylanaveradi, baqa shunda o'zini o'zi sovutadi. Men o'rtani, mana o'rtani nega yo'g'on xoda bo'ladi, chuqurlab tuz qo'yib, tuz tashlaydi. Tuzni yalaydi ot. Ot ini o'sha bilan yog'ni yo'qotaveradi. Ichida yog'ini yo'qotsa, ini ot soviydi. O'sha aylanish kerak ot. Mana bilan ham hozir o'tini yeb ot chiqib qo'ydi. Minib endan bag'ga minib sekin-sekin o'rama qilib minsa bo'laveradi. Salqin tushib qoldi.
O'sha men mongollarnikini ko'rdim, ot sovutishini. Mana bundaqaga 6 ta 7 ta toyni otni baylab qo'yib, charx palakka o'xshatib qo'yar ekan, aylanib turar ekan bir ishda. Baqa aylanar ekan, bir yoqda yana baqa ashuna qilib sovutar ekan. Mana shu ham yaxshi bo'ladi. Qantarish kechasi mingan kuni tongashti qiladi. Bundan bag'ga sekin-sekin uloq qo'yadi, ha? Tongashti qilib, o'zing bilasan, tongashti qilib. Ha, o'sha. Negizib, mana o'sha yorida berib, minib yaxshi. Otda o'sha o'ramasi bilan bo'lsa, otni juni o'smaydi. Ot o'sha tez sovutish yo'llari bor otni. Men o'zim shuni qilganmiz, eshitganmiz. Mana bundan bag'iga oktyabrda 15-20dan keyin, 25dan keyin bedapayalarga 4 yil yarim qarish bo'lganda qirov tushadi. Oq qirov. Och otni kechasi olib chiqib, qirovga baylaydi. O 20 metr arqan chiqadi. Bu otni tez sovutar ekan, junni o'stirib yuborar ekan. Junni o'sib ketar ekan, xunuk bo'lib qolar ekan. Endi yana boshqa bitta sovutish yo'li bor, uni hech kim qilmagan. Endi buni aytib bersam ajoyib buni. Aytavering o'sha muxlislarga. Mana o'sha mana Imtesdagi Islom Qassob degan odam bor edi, o'tib ketdi. Mana hozir bo'lganda 110-115 kelardi. O'tib ketib qoldi, allaqancha bo'lib. Shuni shu odam aytdiki, dadam dedi 3 kunga qolmay ot sovutardi. Har qanaqa semiz otni 3 kunda sovutib berardi. Bular bir oyda 40 kun bo'lgan 40 kun minishga, 40 kunda sovutdi. Misoliga o'sha yem yeyishga qarab sovutdi. U aytardiki, mana o'sha rosa muzlama vaqtida so'zini o'zida ilgari bunaqangi savat bo'lardi, zakanlarga suvga olib chiqib, yuvib, rosa yuvib, bir kop so'zini otda och qo'yib, o kechasi 3 ta, 4 ta saharlikda oxirga solib qo'yardik. Muzlagan so'zini. Muz so'zini. O'shani yerda shu otni ichi o'tar ekan. O'shanda sovutib qo'yardi yog'i. Keyin yuvib tozalab qo'yaveradi, quruq o'tib beraveradi, bob-bag'ida qilib qo'yadi. Dadam shunaqa qilib sovutardi degan gapni qilganda, endi bu ham eshitadigan gap. Eshitadigan gap. Qanaqa bo'lganda ham. Yo, hammaning uyida shuna otlar bo'lsin. Salomat bo'ling, barakalloh. Nasr buyurib, chop buyursin. Otlarda otvozlar ilgari har bitta xo'jalikda bo'lardi. Mana biz o'sha ko'rib yurgan vaqtimizda kolxozda 170 ta, 130 ta yilqisi bor edi. Katta kichik ena bo'lib. 130 ta. Ha, biz yoshligimizda katta otxonamiz bordi, kolxoz otxonasi. 70 ta, 60 ta ot sanardik. Olib chiqib baylagan otni atrofiga. Buning ichida aravaga qo'shadigan, qo'shga qo'shadigan, raisning oti, brigadananing oti, hosilotning oti, komissiyaga minadigan ot bo'lib 70 ta 70 olib chiqadi. Hozir yo'qda buni. O'sha nimaga yo'q bo'ldi desa, mana o'sha 60 nechinchi yil hayolimda yo'q. 64-yilmikin, 65-yilmikin. O'sha Nikita Sergeyevich Xrushchev degan Ukrainalik Sir Oliy Sovetini nimasi bo'lgani, podshosi bo'lganda, Sergey podsho bo'lgan. Unda 16 ta respublika edi, keyin Qoraqalpoq qo'shilib 15 ta bo'lib qoldi, avtonom bo'lib qoldi. Shunda hamma otlarni so'ydirtirib yubordi. Otlar yilqilarni yo'qotib, otlarni so'ydirtirib yubordi o'sha. Nimaiki bulardan bosmoqchi chiqib ketib qolsa, ot bilan kuchayib ketadi bular degan gaplarni qilishib, o'sha Nikita Sergeyevich Xrushchev degan o'sha Ukrainada o'sha otlarni yo'qottirib yubordi. Undan keyingi, mana keyin past marg'ilonlarda qolgan xolos ot. Ular ham hali haftakasiga qo'shib, kira qilib, mayda-chuyda toshirgan otlar qolgan. Bizning ballarda ot qolmagan. Otga bitta xo'jalik tursa 70 so'm ishtarab solgan. Bitta odam 70 so'mga zo'rg'a ishlardi bir oyda. Shuni mana Selsvet deydi, mahalla o'sha hozirgi komitetdan ishtarab chiqarib bergan. O'shaning uchun hamma otlarni yo'qotib yuborgan. Ot qolmagan. Mana endi bundan ba'ga mustaqillik bo'lib, atroflarda, boshqa yerlarda, o'zimizda mana bular otlar bo'lib, lekin bitta ish bo'lyapti, bitta shu. Men bitta narsaga qiziqib hayron bo'lyapmanki, mana Jizzax, Zomin, Qashqadaryo shularda uloq, qatta qarasang uloq tomosha qilib otlar o'sha yerdan. Bizni paytlarda nimalarga taqirlab qo'yapti. Ilgari to'ylarda, boshqalarda mana o'sha Yozdovondagi o'sha nimadagi texnikumda 3 yil orqalarida ilgari 5 kun bo'lardi biz ko'rganda. 5 kun uloq bo'lardi, rayonda uloq. Keyin 3 kunga tushirdi, keyin 2 kunga, 1 kunga tushirdi. Endi shu ham yo'q bo'lib qoldi. Nimagadir kimlardagi o'sha rahbarlarga yoqmadimi, qanaqa bo'ldiki, taqirlab qo'ydi-da. Bo'lmasam sportga kirgizib qo'yish ham otlarni. Bizga qani o'sha otlarda chiroq, mana bu hamma xo'jaliklar bo'lsa, tomoshalarda qilib bersa, tomosha qilib o'tirardi. Barakalla. Ha, yaxshi bo'lardi. Agar bu uloq o'ynamasdan ham, masalan, eshitdim-da, kattalarda uloq o'ynamasdan ham uyda har bitta ikkita ot vaqt turgan ma'qul ekan deb eshitdim. O'sha bizni bu kitobiy gap emas-u, kitobiy gap emas-u, lekin kattalardan, odamlar, ulug'lar kattalardan eshitganimiz o'sha ot bir kunda 40 ta rizq tilaydi o'ziga. Shuni 39 tasini egasiga
so'rab beradi, bittasini o'zi uchun so'raydi. Kimi oti bo'lsa, shuni bilsinki, uyda baraka bor. Hamma yo'q yetarli. Uni olib olamiz. Biz hayotda ko'rganmiz, tajribadan ham o'tkazganmiz, boshqa hammasi bo'lgan shu. Hamma yo'qdan Xudoga yetkazadi. Shunaqangi bir hayvon bu. Bizda mana nimada Jamashoda bir akaxonimiz bor edi, Bannab akam degan. Shularkida dadasi rahmatli o'tib ketgan, o'sha o'zlari bor edi. Shu ko'p borib turardi ularga. Shu uyda xuddi mana shunaqa otlar ikkita doimiy uloq o'ynasa, o'ynamasa baylanib turardi. Bir qiziqardim o'shanda ko'rib turib. O'shanda eshitdim. O'sha ot baylanib tursa yaxshi ekan deb. Otda baraka bo'ladi-da. Endi otda shu bunaqa gapki, o'sha otni minib baxsa baraka bo'laveradi, savob bo'laveradi degan. Minib borsa ham qancha minib bor savob tez aylasa o'shanga ham savob yozaveradi degan. U bor deb bizga o'sha to'rada aytganki, ot boqadigan bo'lsa, mana o'sha Onoqda To'lsoraxon to'rada aytganki, otni darsga minib boraman desa, juda savob ortda bo'ladi. Darsga misoldan o'qishga, batga minib boraman men. Shuning uchun baxyapman desang, savob nihoyatda savob bo'ladi. Degan gaplarni qilingan-da bu. Otda baraka bor, nihoyatda ham. Ot endi o'sha ota-bobomizning gapida yigitni qanati deydi. Qochsang, bir narsadan qochsang qutulasan, yaxshi ot bo'lsa, quvsang yetasan-da. Ot shunaqa narsa bu. Hoji aka, mana shu o'zimizning xonobodda bir uloqchi og'aynimiz bor edi. Endi hozir rahmatli bo'lib ketgan. Oti nima edi? O'zi siz ot nimaga kirib borardi? Oti yorib kirardi-ku. Nimaga? Ularga Soli qassoblarmi? Soljon qassob, Soli qassob, ha. Soli qassob endi yaxshi yigit edi. Ko'k ot bor deyshadi, temir ko'k. Hozir o'sha yorib kirardi-da. O'sha ko'k otni Pravda sovxozida uloq bo'lgan. O Pravdada. Uloq bo'lganda biz o'sha yerda edik. Bo'luvdik, mana o'sha Pravdalik Abdikarim aka degan yilqichi bor edi. Qodirlarda dadasi bo'lardi. Qodir degan bola bor edi. Abdulla degan yosh chavandoz bola bor edi. Hozir bormi yo'qmi bilmayman. Shuni tog'asi bo'lardi. Shu Karimberd aka, Abdikarim aka olib kelgan Chatqaldan ikkita ko'k ot olib kelgan. Toy 4 yashar edi. Shuni bittasini mana u nimalik Tashlar rayonidagi o'sha hozirgi minshinlardan kirib ketaverishda Davron degan Cho'lpon aka degan eski uloqchini o'g'li bor Davron. Shuni olgan. Shu eng oldi oti bo'ldi. Uni keyin shundan Solih qassob olgan. Solih qassob bu tagi Talasdan kelgan ot. Talasniki. Talasni bizga eshitishimizga Talasni eshagi ham batli otlardan yaxshi chopadi degan. Shunaqangi, ha. Shunaqangi Talas. Talas qattiq bo'lib ketadigan, tog'lar yurib. Nimaga qattiq bo'ladi desa, toshga tug'ilar ekan. Tug'ilishida. Katta bo'lganda ham toshda katta, o'sib katta bo'lar ekan. Mana Solih qassobni o'sha yerdan keldi. Batta Qonot Yazovon batta ko'rganlar biladi. Chigirko'z degan maktab arablardan kelib qo'yib boqqan, shu yoshlar bitta olgan. Arablar buni Zarkeli Abdurasul polvon Chatqalda ham chopgan ekan. 7 yashar, 8 yashardi. Shu shatda uni oldiga suyan ot bo'lmadi o'z davrida, ha. Mana bittasi bu. Bittasi mana Anvar polvon Bo'zlik og'aynimiz edi. Hozir o'g'li chopyapti, Lochinlar chopgan dadasini biz ko'rganda, u lochinlar kichkina bo'ladi. Uyga ham borganmiz, batta ichkarida cho'lda o'tirganda ham borib yurganman. Shuni katta to'ra bunaqa ot yo'q hozir. Katta ko'k oti bor edi. Bu oldingi qo'lida jinda ishig'i bor edi, suv to'planib qolar ekan. Yo'q, oqsamas edi. Shu mana shu yerda uloq bo'lgan Yazonda hozir texnikumda oldida beri tomonda chek tushib ketdi. Uloq bo'lgan. Qo'qonda prokurorni oti ekan, Qorot ekan, juda katta o'sha vaqtda 17 ming olgan ekan. Chavandozi bilan keldi, bir marta ham chiqmadi o'sha otlarga. Shu otga 3 marta chiqdi. O'sha Anvarning oti juda katta ot edi, galani chayib berdi. Shu ham Talasdan kelgan ot ekan. Ha, bunaqadan 4 ta 5 tasini men bilaman. Eng oldi mana shu yerda eng oldilar bo'ldi endi misoliga. Albatta endi ko'p ot minganlar juda ko'p. Boshqa o'z davrida juda yaxshi odamlar chiqqan. Endi buni sekin vaqt bo'lganda o'tirib, bemalol Xudo xolasa gaplashamiz. O'sha 65-66-yillar mana nimalik To'raqo'rg'ondan bergi Soybo'yidan Xo'ja Yusufxon to'rada degan bor edi, ular chopardi. Yosh o'tib qolgan edi-yu, mana shularning singari bulardan ham pesh katta qizil, mo'ng singari qizil, qashqa olapacha otlari bo'lardi. Shular olib chiqardi. Yosh katta bo'lib qolgan edi. Polvon edi. O'z davrida shu ham chavandoz edi, juda katta odam edi. Biz ko'rgan o'sha 55-56-yillardagi chavandozlardan o'sha Davronda dadalari shu yerda Cho'lpon akalar chopardi. Uni akasimikin, o'sha amaki vachasimikin burgi takadigan odam bor edi. U o'shalar chopardi, asosiy kelib, atrofdan kelib chopardi. Endi bitta hozir eng nimasini aytib bersam, mana bizning qo'shnimiz yo'q, o'tirgan, qo'shni bo'lib o'tirgan 30 yildan chaqasi qo'shni bo'lgan Quvoda Vohab polvonni dadasi bor edi, Bijan aka degan.
Quvvat Vohab polvon bilasizlar? Vohab polvon shu bizga dadasi opoqalari qo'shni bo'lib o'tirgan Karim G'urridirdi. Juda katta odam edi, o'sha vaqtda 70lardan oshgan odam edi. Nihoyatda bo'ychanida o'zi ham mashincha buqog'i bo'lardi. Aytdi. Sopi bor edi, buncha osilib turardi buqa. Bunday qilib orqasiga o'tib ketardi. Uni ot chopganiga birov ishqiboz emas edi. Ularni olib chopganda buqog'i kallasini tepaga irqib bir ishlamay hamma o'shanga qarsak chalib, hayo qilib baqirardi. Shular yoshligidan ular chopib yurgan juda kuchli odamlar. Shu Karim buqoq deydi. O'sha Karim chavandoz odam edi. O'sha Bijan aka degan o'g'li bor edi, Abduxoliq degan bor edi, Jaja degan o'g'li bor edi, Adan degan keng yana bitta Temir. Shular hammasi o'sha yerda mahalla masjidda chopardi shular. Ha, bu ilgari 70-yildan ilgari, yani 63-64-yilda gapiryapman-da endi. Cho'lpon akalar ham o'sha vaqtda keyin ham Cho'lpon akalar keyin ham chopib yurdi-yu. Oxirgi rayonlar ular berib chopganda mana bu Sharxonda Naynavosidan nimalar kelishib, aka-ukalar keldi. Hozir 70lar. Bizni kolxoz plan to'lganda batta o'sha bizni kolxoz nom bilan chopdi, 70lar kelib chopdi. Mana Anvarlar keyin batta kelib chopib yurdi. Mana o'zimizlar mana bularda aka amakilarga ularlarda batta hammasi chopib yurdi. Batta eng taqimchilardan o'sha Abar degan nimadan kelgan bola, Anjon Sharxonlik bola arablardan edi. O'zi kichkina edi-yu, uni ancha-muncha odamga ulab bermasdi. Haydar degani keldi o'sha bir, undan keyin yana bittasi keldi. Ko'pchilik endi batta atrofdan keldi. Bari taqimchi bolalar. Unda bo'zak chopilardi. Bo'zak ular ko'proq bo'zak chopilardi. Hozir endi u hozirgi men hayron bo'lyapman. Oshirib bir tomonga oyoq taqimni bosib, oshirib chopish. Unga so'rim berilmasdi u vaqtda bizda. Ikki tomonga oshirib olib, oyoqda oshirib Asha dovronlarda ot chopganini ko'rganmiz. Ilgari juda qora oti bordi, zo'r. O'sha vaqtda yaxshi, u juda pesh ot edi. O'sha tikka turib, ularni ot ketayotgan otda tikka turib hunarini ko'rsatib ketardi. Burganda ham tikka turib burardi. O'shanaqa chavandozlar ko'p edi endi. Mana endi hozirgilar endi bir tomonga oshirib chopyapti. Mayli shunga chopganiga ham xursandmi, chopib tursa bo'ldi-da. Yo'qolib ketmasa bo'ldi-da endi. Bunaqadan juda ko'p. Mana endi batta yoqib qolsalar ham ot chopdi, batta Soliqvasob, Soljonlar chopdi. Boshqa mana o'sha nimalar, mana Rahmatjon akam Eshanto'pidan. Ularni ham uyda 3 ta 4 ta doimiy ot uzilgan emas. Rahmatjon akam o'zi chopardi, men Said Ahmadlar chopardi, Muhammad Iso chopardi. O'zlarida shular ham yaxshi chopgan. Rahmatjon akam ham katta bo'zaklarni chopib yurgan. Shuni Rahmatjon akamni bundan kattarog'i edi, mana uni singari o'sha O'ktam Movat deydi, istirohatlik. O'sha O'ktamdan olgan bir olapaychasi bor edi. U ham yaxshi chopdi, lekin bir to'roti bor edi. Yomon ham galaga ham kirishib, shunday yo'rg'asi ham zo'r edi. Nihoyatda 3 yil chopib yurdi. Yaxshi chopdi. Galaga ham kirib, boshqaga ham o'sha mana bu Oltiariqda katta uloq qilib chiqarib, rayon chiqib borganimizda Muqimpolvon degan bir yigit bor ekan, qirg'iz bola ekan, Joppolvon ekan. Ekog'ida ham chopib chiqdi. Bunda ham olib chiqdi, o'zi yolg'iz chopar ekan. To'rotni ham, lekin To'rotda bir marta olib chiqqandan keyin tushkisi kelmay qoldi. Nimaga? Uni to'xtami ham, kirimi ham, chiqimi ham yaxshi-da. Chavandoz biladi-da. Otni oyog'ingga qo'ymda, oyog'ingni oshirganda ot seni kimligini bilib bo'ladi. Qo'lingni egaringni o'sha menga oyog'ingni oshirganda egasi chavandozni qanaqaligini aqli yetadi. O juda o'ziga, o kimligini, ustaligini qanaqaligini juda usta bo'ladi. Ot aqlli narsa bo'ladi. O'sha Muqimpolvon o'sha 2 marta 2 otni olib chiqqan. Rahmatjon akamlar ham yaxshi chavandoz odam edi ular. Polvon o'ziga yarasha. O'ziga yarasha otda o'shalar to'rpaqqa yaraveradi. Rayonda ularga bemalol chopib yurgan otlar o'shalar. Hammasi. Otga ham qattiq qo'l bo'lsangiz, keyin bo'ysunadi-da. Otda o'sha qattiq bo'lsin deydi. Otda o'zini u ot aytgan emas-u. Otni tilidan odamlar, mutaxassislarning o'zini aytgan gapi bor. Qachonki tiyog'imdan qattiq bo'ladi, menga shunaqa qattiq turadi, ina ot bo'laman. Bo'lmasam xom bo'lib qoladi-da. Masalan, hozir bu otni masalan yaxshi ko'rasiz, qanday kuchi bilan urib olgisi keladi, shunga hayronman. Endi bu otni boqishga boqib, hali qirg'izlar aytadi, otni bolindaqa asrab boqib, ularda dushmandaqa chop deydi. O'sha. Endi ularga borsangiz nom berishmaydi-da, siz ham nom taratish kerak. Endi bitta gap ham bor-da bu yerda. O'sha davranda dadasi Cho'lpon akani birov ot urmas edi. Shuni hamma bilardi shuni. To'lka qamchini o'ynatardi xolos. Men ot urib, mana shu nima qilganda o'zi shu ot yuguraverardi. Endi hozirgi otam endi hayvon, ot o'sha galaga kirganda
bir ko'zi pastda turadi, bir ko'zi qamchida turadi, tepada turadi. O o'ylamasinki, bu yoqda bilmaydi deb. O'sha qamchi qanaqa tushyapti. O'sha siltaganda boradigan otni minish kerak. Siltaganingda o'sha yalaga yetib borib, yalani bosadigan, uloqni bosib turadigan, chiqadigan, kirib chiqishga hamma o'shanisini hisobini qiladi-da chavandoz. O'shanda ot bo'ladi. Shunaqa. Bu ot ham baqish ham oson emas, lekin istiqlol beradi. Barakalla. Mana shunchalik ot boqib, mana ot Xudo xolasa baraka qiladi, yomon bo'lmaydi. Kifoyasi kerak bu kunda. Ha, iydi. Makkada Arpa beradi. Beradi. Boshqa Saratonda beradi. makka yedicha, keyin Bo'laveradi. arpaga o'tkazib qo'ydi. O'sha 40 kun bergan yemiz ketdi ushlab turishdi. Ha, iligini to'ldiradi. iligi to'ladi otda. Otni iligi Uloqqa to'lmasa borganda bo'lmaydi. qoqilib qolmaydi. Qoqilmaydi, yiqilmaydi. Otni iligi to'ladi. Nima gap? Bular mana hozir necha kiloga yetdi dedik? Bu 14 kilo, 15 kilo yedi. 14 kilo. Ha, endi men bitta gap, Saratonda. bitta gapini gapiraman. O'sha bizni qishloqda, Cho'lo'riston qishlog'ida Ibrohim Hoji Oxunboboyev, ya'ni o'sha Oxunboboyev birinchi prezident ukasi raislik qilgan ekan. Shuni oti bor ekan, to'rt ot ekan. Bir ko'zi ko'r ekan. Ko'r bo'lishda sababi shuki, buni Toshkentda quramasdan olib kelgan ekan. Egasi juda otvoz odam ekan. Urushga haligi nimalar pushka sudragani, bu anima sudragani otlarni majbur olgan ekan. Shunda ataylab qamchi bilan urib ko'zini ko'r qilib bergan ekan. O'sha u juda katta odam, minganlar aytadi, yuvishib, minishib chalavatga o'xshadi, bir kishilik karavotga. Shunda oyog'ini tepasiga yotib ketaverding. Shunaqangi deydi. O'sha mana Boltako'llik, Boltaka degan uloqchi bor ekan, Oblusda bitta unaqa uloqchi. Shu aytar ekanki, Hoji akani ko'r oti agar tagimda tursa, minib tursam, respublikada birovga uloq bermayman. Berkan shunaqa katta odam, o'zi ham 200 kilo nerviyasi odamlarda 170 200 kilo yetarli odam, shunaqa polvon, o'zi ham baquvvat, taqimi ham joyida. Shu otda aytishdiki, men sonra gaplashdim, 40 kilo juvaridan qaytgan dedi. Shuni bilib qo'yish kerak. 40 kilo. 1 kiloni egizi borib 40 kilo bo'lar ekan, yana 39, 38, 37 shunaqa 40 kilodan qaytarishgan. Deb shu ko'rganlar, bilganlar shuni aytib berdi, eshitganmiz shuni. Biz ot ko'rmagan bo'lsak, eshitganmiz uni lekin. Shunaqa. 5 kilo, 10 kilo yaxshi. O'shalarga o'sha 10 kilo yemni qiladi. Shu otni yoli, mana o'sha o'zing bilasan. Otni yoli qulog'iga yetish kerak edi, yetganda o'sha boraveradi. Biladigan odam o'sha bozorda qayerda ko'rsam, otni borib turib, qulog'idan o'tadi. Demak, iligi to'lib tushyapti. Yemni yeganda o'shandan yo'li yetilib ketadi. Shoqqa mana sizlarga rahmat. Shunchalik nima bitta molni, bitta qo'yni baqish o'zi uyda bitta xo'jalikda oson emas-da. Buni yegizib, o'tini, yemini, ertaga buni qantarib sovutishda, asosiy ish sovutishda. Uni baqish hamma baqaveradi. Yemini qo'yib, o'tini solib qo'yishga hamma yetaveradi. Lekin buni qantarib tobini olishda. O'sha sovutib, tobini olib, keyin o'sha kechasi, ayniqsa kechasi yemsingdi deydi. Kechasini suvini berib, o'tini berib, yemini bergandan keyin hech bo'lmasa 4 kilometr, 5 kilometr kechasi yuriladi, sekin ehtiyot bo'lib. Ana kechasi o'sha rosa ot tobiga kelganda o'zi tezaklari qurishib qoladi. Sansa yengillab ilgariga qaraganda ot bilinib qoladi. Endi o'sha bir kun, 2 kun ulardan bo'lib o'zi biz ilgari shunaqa edi biz vaqtimizda. Ot chopib qo'yardi, kechasi chopib, tongashtirib qantarardi lekin. Qantarni o'sha ertagasiga ot nihoyatda tayyor bo'lib turardi-da. Rahmat. Nima endi o'sha O'zbekistonmi, Tojikistonmi, Qirg'izistonmi, qayerdan bo'lsa ham shu otvozlar ko'rib turgan bo'lsa, shularga otasiga rahmat deymiz. Ot boqqanlar uyida Xudo barakali qilsin, hammasini kam qilmasin. Nimaki maqsadi bo'lsa, maqsadini bersin. O'shalar ot boquvchilarga hammasiga rahmat. Qani biz O'zbekistonda ham mana hozir shu biz joylarda ham mana shunaqangi otlar seraboz hamma xonadonda bo'lsa deb umid qilamiz. Uloq chopib mana uloq ko'p kari deydi, bu yerda ko'p kari, bizda uloq deymiz. Bo'zay uloqlar ko'paysin. Bizga nimaga bo'zay uloqdiki boshqacha bo'ladi. Nimaga mingan chavandozi bosvar ikki tomonga to'xtatib otni rosa qo'yib beradi, to'xtatib turib, to'xtatgan. U bir tomonga ochib chopganda chopaverar ekan. Undagi boshqacha tomosha qiladigan ishqibozga boshqacha bo'ladi-da. Bo'pti, kam bo'lishmasa, mana barakali bo'lsin, hammasiga salomatchilik bo'lsin, xonadonni barakali qilsin, ishqibozlar ko'payaversin, yilqini ko'paytirsin.